Assalomu alaykum rahmatulloh. Qiz yaxshimisizlar, salomatmisizlar? Muolajalarimiz davom etyapti. Bugungi kunimizdan ozgina qisqacha lavhalar qo'yib beraman. Xo'p, bemorlarimiz hammasi aktiv kelishyapti. Ramazon oyida ham muolajalari qilyapmiz. Ya'ni hijoma ro'zani inshaalloh buzmaydi. Hop, bu joydagi bemorimizni sekin ko'rsatib borasiz. Hozir bular oilari bilan kelganlar, mazza qilib yotibdilar, massajlari oldilar. Endi hijoma muolajasiga qilamiz, tayyorlayapmiz. Bu joydagi bemorimiz bular ham yotibdilar, mashaalloh. Onalari bularni asosan xolkalar juda ham chiqib qolgan, osteoxondrozlari bor. O'sha joylar bilan ishlayapmiz. Shu sababli boshqa yaxshi kislorod bormayapti. Keyingi bemorimiz bular o'sha muolajani oldilar, yotibdilar. Sunnatga muvofiq hijoma qilib, Qur'on oyatlari bilan yana ham shifosini ko'tarishlik uchun qilyapmiz. Bu xonadagi bemorimiz hozir bular vaginalniy zulm muolajasini olyaptilar. Vaginalniy da ya'ni asosan jinsiy organlar shamollashlarida va